Usta Abdug'ani, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Charchamadinglarmi? Rahmat Allohga. Bu safargi tunuka ishimiz qayerda o'z nihoyasiga yetdi? Xo'p, Andijon viloyati Buloqboshi tumani Netfromda shaharchasi qilib berdik bu obyektimizni. Xo'p, bu obyektimiz jami bo'lib necha pulga bitdi? Bu obyektimiz 25 million so'mga to'liqligicha bitdi. Xonadon egasidan nimalar bo'ldi? Bir mahal obed bo'ldi, qolgan hammasi bizdan bo'ldi. Hozirgi kunda 1 kvadrat metr tunuka fonni narxi barcha xarajat ichida vodiy bo'ylab necha puldan qilinyapti? 140 ming so'mdan qilib beryapmiz. Tunukani qalinligi necha qalinlikda bo'ladi? 0.4 qalinlikda bo'ladi. Har qanday rangda, to'g'rimi? Albatta. Xo'p, hurmatli obunachilar, bo'lmasam Netfromdagi Usta Abdug'ani tomonidan qilingan tunuka fon ishini bir qator obzor qilib beramiz. Albatta, video foydali bo'lsa, bitta like bosib, Usta Abdug'anini qo'llab-quvvatlash maqsadida kommentariyaga nimadir yozib ketishingizni iltimos qilgan bo'lar edik. Bo'lmasam do'stlar, qadrdonlar, bo'lmasam video obzorimizni boshladik. Usta Abdug'ani nomidan men o'zim sizlarga obzor qilib beraman. Xonadonimizni mana shu ichkari shapkasi to'liqligicha boshdan oxirigacha uzunligi taxminan 22 metrga, eni 1,5 metr. Mana shunaqa go'zal fasonda bo'lib bitdi. Undan tashqari 9,5 metrga, eni 360 sm bo'lgan darvozaxonamiz ham mavjud bu yerda. Hurmatli obunachilar, ko'rishingiz mumkin. Darvozaxonamizni chekalarini oppoq rangda, yashil fasonda, alikafon fasonda qilib berganmiz. O'rtasiga esa 56 sm xo'p, shaxmatlarimizdan qo'yib berganmiz. Mana bu oppoq rangli fasonimizga hamohanglikda karnizimizni, ya'ni yumaloq karnizimizni mokri qilib berganmiz. Mana shu joyda e'tibor bering. Mana bu tomonda esa mokri rangli tunukamizga oq rangli karniz qilib berganmiz. Karnizimiz yamni ko'rinishligi uchun. Bu tomoni esa naborot bo'lgan oq rangli tunuka fonga mokri rangli karniz kombinatsiya qilib bitkazib berganmiz. Xonadonimizni mana bu ichki burchaklarga ham bitta nazar tashlab qo'ysangiz, mana shunaqa Usta Abdug'ani tomonidan mana shunaqa zo'r holatda bo'lib bitdi. Ekraningizda Usta Abdug'anining nomerlari mavjud. Agar siz ham xonadoningizni tunuka fon qilmoqchi bo'lsangiz va o'z ishini mutaxassislariga ishingizni topshirmoqchi bo'lsangiz, albatta ekrandagi Usta Abdug'aniga telefon qilib bog'laning. Xudo xohlasa xonadoningizni mana shunaqa go'zal holatda tunuka fon qilib beradi. Bu tomoni esa, hurmatli obunachilar, xonadonimizni tashqari shapka qismi. Hozir uzunligi bilan eni to'shni esimda yo'q. Eni 80 sm atrofida. Hurmatli obunachilar, oldi qosh peshona 90 gradus hamda shesigrani karnizlaridan tashkil topgan ushbu xonadonimizning tashqari shapkasi ham mana shunaqa go'zal holatda bo'lib chiqdi. Xonadonimizning tarnov siliflari o'zi avval bor edi. Biz uni qo'ymadik, lekin bizda mana shunaqa tarnov silif qo'yish xizmati ham mavjud. Ekraningizda telefon raqamlari bor. Bemalol qo'ng'iroq qilib bog'laning. Xudo xohlasa ishingizni mana shunaqa zo'r holatda Usta Abdug'ani bitirib beradi. Usta Abdug'ani o'zi gapga yo'qligi uchun men o'zim video syomka qilyapman. Hurmatli obunachilar, keyinchalik Xudo xohlasa keyingi videolarda o'zlari video syomka qilib sizlarga batafsil qilib bergan ishlarini ko'rsatib boradi. Albatta, podpishka qilish uchun bitta like bosib, bir dona komment yozib qo'ysangiz, albatta men ham bundan juda ham xursand bo'lardim. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Sizlar bilan Xudo xohlasa keyingi videoroliklarda Usta Abdug'ani bilan ko'rishamiz.